Assalomu alaykum hammaga. Podpischiklarim yaxshimisizlar? Yangi kranchilar yaxshimisizlar? Xo'sh, ana bugun nasib bo'lsa yana keyingi darsimizni boshlaymiz. Shuncha dars o'tamiz, sizlarga aslan eng kerakli narsani aytib o'tmaman. Bugungi mavzumiz o'sha kerakli narsa haqida bo'ladi. Bu komandalar. Har bitta kranchi komandani yaxshilab o'rganishi, yaxshilab tushunishi shart. Bu komandalarni kim beradi? Komandani stropilchik beradi. Bu stropilchik ham kranchlarga o'xshagan o'zini spesial udostверенияsi bo'ladi, guvohnomasi bo'ladi. Stropilchiklarga haqida. Xo'sh, ana shu stropilchik обязательно bo'lishi kerak. Bitta stropilchik o'zi aslida kranchi bilan birga yurishi kerak, kerak ish bo'lsa. Xo'sh, ana endi komandalarga o'tsak. Komandalar kichkina tros mayna bo'ladigan bo'lsa, mayna o'zi mana mayna deydi. Bu fira bo'ladi. Kichkina tros bo'lsa, ana kichkina barmoq ko'rsatiladi, mayna, fira. Agar kattaga ishlatilishi kerak bo'lsa, mush qilib ko'rsatadi yo bo'shni ko'rsatadi. Katta deydi. Mayna bo'ladi, u ham fira bo'ladi. Ana endi stirlarni chiqarish, kiritish. Stirlarni chiqarish anonlar bo'ladi. Uzunroqda stirlarni chiqar degani. Stirlarni yig' ichkariga kirit desa, ichkariga bo'ladi. Ichkariga. Bosh barmoq e'tibor beryapsizlar, mana bosh barmoq bilan. Bosh barmoq ichkariga bo'lsa, yig'ishtir degani. Kaltaqa degani. Agar bosh barmoq tashqariga bo'lsa, stirlarni chiqar degani. Xuddi shunday, ustonovka ham xuddi shunday. Ayoqlar bo'lib to'rtta ayoqlar. U ham xuddi shunday. Bosh barmoq tashqariga bo'lsa, ustonovka deydi, ichkariga bo'lsa, yig'ishtir deydi. Keyin Pavorot chapga bo'ladi, pavorot o'ngga bo'ladi. Pavorot o'ngga, pavorot chapga. Pavorot oson. Keyin stirlar. Ikki xil komanda berish usuli bor. Buni hamma joyga har xil o'zi aslida qiladi kompaniyalarga. Ikki xil ishorasi bor. Birinchi ishorasi qo'ylanmay qo'yadi, stirlarni tasha deydi. Stirlarni tasha. Amunaga stirlarni ko'tar. Stirlarni tasha, stirlar ko'tar deydi. Ikkinchi usul esa bosh barmoq bilan ana. Bosh barmoq tepaga ko'tarsa, stirlarni ko'tar deydi. Bosh barmoq pastga tushirsa, stirlarni tasha deydi. Galava tasha deydi. Tushunibmi? Bu ko'tar, bu tushir. Ana shu komandalarni har bitta kranchi tushunib, yaxshilab o'rganib olishi shart. Chunki kran o'yinchoq emas. Fira desa mayna berib qo'yib, mayna desa fira berib qo'ysa, u trosning tagiga, yukning tagiga qancha odamning hayoti bor, qancha odam bor. Har bitta odamning hayoti uchun o'sha kranchi javob beradi, shoshilmasdan. Shuning uchun komandani tushunib, sekin-sekin ishlash kerak bo'ladi. Hamma kranchilardan hozir yangi o'rganayotgan avtokranchilardan men so'rab qolaman shuni, hech qachon shoshilmanglar. 5 minut keyin, 5 minut oldin. 5 minut ish bilan hal qilmaydi. 5 minutga hech nima ish ham qilib bo'lmaydi. Bugungi darsimiz ana shu edi. Podpishka qilib, like bosib, podpisatsiya bosib turinglar. Nasib bo'lsa, keyingi darsimizda yana xavfsizlik qoidalari bo'ladi. Necha metrdan lenta tortish kerak bo'ladi, necha metr radiusga ishlash kerak, ishlamaslik kerak. Keyin ishlash to'g'risidagi naryad haqida bo'ladi mavzumiz. Shunaqa qilib qiziqarli mavzularimiz oldinga juda ham ko'p. Bugun nasib bo'lsa ana podpischilarimiz 100 taga chiqibdi. Hammaga rahmat. Bundan keyin yana foydali videolar qilishga harakat qilaman. Sizlar ham podpishka qilishga, yordam qilishga to'xtamanglar. Hammaga rahmat, charchamanglar, sog' bo'linglar.